Qish mavsumi boshlandi. Hamma do'konchilar sizlarga qimmat sotayotgan panelli radiatorlarni, biz esa teskarisiga arzon qilib beramiz. Radiatorlarimizni arzon deb, sifati past deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, xato qilasiz. Bu boshqa panelli radiatorlarga o'xshagan veslari ham, kilogrammlari ham hammasi bir xil. Shunchaki yangi model bo'lgani hisobiga bozorga kirib olish uchun anchagina arzon sotishibdi. Hamkor santexnika servisiga murojaat qilasiz. Agargina uyingizni polniy отопление sistemasini qilishlik uchun agar pulingiz yetmasa, bitta mana shunaqa panel radiatorni o'ziga ham, yoniga ham bunaqa turbadan soединение qilamizda, ichiga tent qo'yib turib, sizga xuddi shuni o'zini kamida 20-25 kvadratni istadigan qilib taxlab berishimiz mumkin. Bu radiatorimizga ustalarimiz uchun ham bitta yangilik joyi bor. Mana bunaqa QR kodlik yopishtirilgan bo'ladi yon tomoniga. O'rnatganingizdan keyin bitta skaner qilasizda, buni jo'natasiz. O'zini Telegram botlari, Instagram botlari bor. O'sha orqali sizga bonuslar ajratiladi va bundan tashqari sovg'alari bor, instrumentlar ham berishi mumkin. Bunaqa yangiliklarni faqatgina Hamkor santexnika do'konidan topasiz.